A guruhi: Isroilov Zayniddin, Tarnov milliy taomlari; Rahimberdiyev Obidjon, Oshposh osh markazi; Jo'rayev Avazxon, Chusti osh maskani; Qo'ldoshboyev Shahzod, Maqsud osh markazi. B guruhi: Akbarov Abdulaziz, Polovjon osh markazi; Ilhomov Farruh, Minor osh markazi; Abdullayev Abrorxo'ja, Marmar restorani; Obidov Akromjon, Mahalla 90 Premium restorani. S guruhi: Sobirov Hasan, Qaldirg'och milliy taomlari; Jo'rayev Zuhriddin, Matal osh markazi; Fayzullayev Dilshodbek, O'zbek film osh markazi; Shotursunov Sa'dullo, Mohriddin osh markazi. Har bir guruhdan ikkitadan oshpaz yarim finalga chiqadi va final uchun bellashadi. Finalda esa 3 nafar oshpaz g'oliblik uchun kurashadi va g'olib oshpaz Haval M6 avtomobiliga ega bo'ladi. Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi suratga olish jarayonimiz qayerda? Albatta, respublikamizda juda ham keng tarqalgan Beshqozon maskanida bo'ladi. Sababi shuki, Beshqozon hozir respublikamizdagi eng oliy toifali oshpazlarni jam qilib osh chempionatini o'tkazish niyatida. Xudo xohlasa, har bir bosqichdan ikkitadan g'oliblar aniqlanadi va finalda 3 ta g'olib bellashadi. 3 ta g'olib nima uchun bellashadi? Albatta, 3 ta g'olibdan biri qoladi va Beshqozon homiylar ostida albatta Haval M6 avtomobilini g'olibga hadya qiladi. Albatta kuzatib qoling, bizning chempionatimizda hali juda ham qiziqarli onlar, juda ham qiziqarli voqealar hammasi oldinda. Nasib qilsa chempionni ham aniqlab olamiz. Mana bu yerda Novoylar, g'ormayli. Novoylar, assalomu alaykum. Albatta sizlar uchun va mana shu yerdagi mijozlar uchun, Beshqozonning mijozlari uchun Beshqozon har doim labbay deb xizmatingizga muntazir va siz mana shu chempionatning oxirgi finalini kuzatib qoling va biz Teleminorada Beshqozon maskanida finalni o'tkazamiz. Har bir bosqichdan ikkitadan g'olibni aniqlaymiz va finalda esa 3 ta oshpaz bellashadi. Bellashganda ham Haval M6 avtomobiliga ega bo'lish uchun bellashishadi. Buni sizlar bilan biz kuzatib va bahosini beramiz. Hozir esa biz bo'lajak chempionlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Chempionlardan keyin bizning oliy toifali hakamlarimiz, juri deymiz, jurlarimiz ham tashrif buyurishgan, chempionlarimiz ham bugungi chempionatga shay. Uning uchun biz ularga omad tilaymiz va albatta kuzatib qolamiz. Sog' bo'linglar. Xonimlar va janoblar, mana hozir o'zingiz ko'rib turganingizdek Beshqozonda oldimda negadir 4 ta qozon turibdi. To'g'ri? Hammaga qiziq, nima uchun 4 ta qozon? Sababi bugungi chempionatimizning birinchi bosqichini, birinchi saralash guruhini aniqlash uchun biz bo'lajak chempionlarimizni mana ringga deylik, qozon boshiga taklif qildik. Birma-bir tanishtirib o'tamiz. Marhamat, qani kelaylik. Assalomu alaykum. Xormang, o'zingizni tanishtiring. Zayniddin. Tarnov restoranidan. O'zingiz bilasiz, Zayniddin Tarnov restoranidan. Qani labbay biz ham chempionatga qatnashamiz deb qadam bosib keldik. Sizga omad tilayman. O'zingiz tanishtiring akajon. Assalomu alaykum. Oshposhdan Obidjon. Oshposhdan Obidjon. O'rtoqlar, hozir Zayniddin bilan Obidjon ikkalasida kim Haval oltini haydab ketar ekan, kim Haval oltini haydab ketar ekan degan ichida o'y bor, to'g'rimi? To'g'ri. Agar mabodo Karimani mana chempionatda g'oliblikni qo'lga kirita olmasangiz ham, mayli televizor bo'ladi, lekin hayotda g'olib bo'lib yuring. Sog' bo'ling. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Chusti osh maskanidan Avazxon. Chusti osh maskanidan Avazxon. Avazxon aka, siz bu nima qilasiz? Xonsiz-ku. Bokovulman deng, Bokovul. Bokovul degani o'zi bilasizlar, shunaqa haligi shohlarning, podshohlarning oldidagi degustator deydi-ku. Shuni ovqatni yeb beradigan odamlarni degustator bo'lganiga o'shalarni Bokovul degan ekanda. Bokovuling bo'lay. Xullas, okajon, unaqada sizlarga omad tilaymiz va mana hozir oxirgi bugungi chempionatimiz oxirgi ishtirokchisini tanishib o'tamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Maqsud Toshdan Shahzod. Maqsud osh maskanidan, to'g'ri aytdimmi? Shahzod ukamiz ham labbay qani oshni biz ham qilamiz. Qanaqa qilish kerak deb qadam ranjida qilib keldi. Yaxshi niyatda kelganlar. Mayli, endi balkim mashina bo'lar, balkim mashinaga qaysinga qarashdan bilmasa qoldim. Bunga balkim mashina bo'lar, balkim mashina bo'lmas. Eng asosiysi o'rtoqlar, aniq biladiganim bugun osh bo'ladi. Tak,
o'rtoqlar, xo'p, hammalarga biz omad tilaymiz. Kimgadir yon bosish, kimnidir ajratish bizga to'g'ri ham kelmaydi, tabiatimizga ham to'g'ri kelmaydi, shart sharoitlarimizga ham to'g'ri kelmaydi. Shart sharoitlari nimadan iborat? O'rtoqlar, mana hozir o'zingizlar ko'rib turganinglarda bozorlikni bular oshpazlarimiz qilishmagan, bozorlikni 5 qozon o'zlari bir xil qilib berishgan, to'g'rimi? 3 kilolik oshga yarasha hamma narsa bor. Guruch, mana bu ziraligi, mana muruch, mana bu zarchava deysizmi, mana bu no'xat, go'sht. Go'sht nimaniki? Qo'y go'shti. Qo'y go'shti, hammaniki bir xil. Hammaniki tuz deysizmi, gugurt deysizmi, qozon, o'choq, hamma narsa shay. Eng kerakligi o'rtoqlar, har doim nafasingizni oxirigacha sizlarga omad yor bo'lsin. Va nihoyat bugungi chempionatimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Qani, marhamat! Mana azizlar, o'zingiz guvohi bo'ldingiz, bizning bo'lajak chempionlarimiz ham oshni boshlab yuborishdi. Lekin bir savol hammamizni qiynayotgan bo'lishi mumkin. Bu oshpazlarga kim baho beradi? Kim baho beradi? Albatta biz mana shu ko'rsatuvga, mana shu bizning proyektga, mana shu chempionatga albatta respublikamizni desak ham bemalol bo'laveradi. Eng oliy tabaqali ustozlari, oshpazlarning ustozlari. Mana haqiqatan mana shu akalarimizni yanishmasdan bakovul desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Bakovul degani mana ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi, boya ham aytib o'tdim. Bakovul degani mana podshohlarni, shohlarni oldida o'tiradigan odamlar va ularning ovqatlarini o'zimiz tilda aytganda degustatsiya qilib berishadi. O'sha yaxshimi, yomonmi, tuzi kamroq, tuzi pastroq deb beradigan odamlar bakovul deyilgan ekanda. Xullas mana shu akalarimiz, mana shu ustozlarimiz, bizning hakamlarimiz, o'zimiz tilda jurilarimiz bugungi va 21-gacha bo'ladigan bellashuvda albatta o'zlari bahoni berishadi. O'ylashimiz bo'yicha va biz iymonimiz komil, biz aniq bilamiz, haqqoniy bahoni beradigan hakamlarimizni taklif qildik. Bular albatta begona emas, begonasi yo'q bu yerda. Bizni o'zimizni ustozim desam ham bo'ladi. Xudo xohlasa, men bu odamni yana 2-3 ta odamni va okajon yana mana shu yerda yana bir ko'proq odamlar qo'shildi. 16-avgustda men ustozim o'rgatgan oshni qilib beraman. Ya'ni sog' bo'lsin. Mana shu ustozim bilan tanishtirib o'tamiz. Rasulov Hasan hoji oshpaz. 48 yillik tajriba. Okajon, men 8 yo 7 yoshligimda. Yo okajon, qarsanglar bo'lsin degan bo'lardim. Bizlar hozir muxlislar o'tiring bemalol. Okajon, sizlarga qarsanglar juda kam. Sizlarga o'zi umuman qo'linglar dard ko'rmasa, Hasan hoji aka haqiqatan menga osh qilishni o'rgatgan odam. Bemalol baralla men ustozim deyishga haqliman. Xo'p, undan keyin bu yoqda mana begona emas. Aytadi-yu, yaxshi oshpaz o'zini oshxonasidan yoqqa chiqmaydi deydi-yu. O'shaning uchun mana hozir Qosimov Hasanbek akamiz Beshqozonning birinchi osh markazini tarmog'idagi vakil bo'lib kelibdilar. Bulardan 25 yillik tajriba. Hasan aka, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bezovta qilib qo'ydik endi. O'zi ishxonalashda, o'zi bar ishlaygansiz-da. Bezovta qilamiz. Xo'p, ulardan keyin Mahmudov Muzaffar
besh qozon birinchi osh markazini tarmog'idagi bosh oshpaz Muzaffar aka, xush kelibsiz akajon. Siz bu besh qozondagi hamma oshlarni o'zingiz birinchi yeb anaqa qilib keyin siz deysizmi? Nima deysiz? Ha, qalab. Har bir anaqada o'zi alohida o'zini bosh oshpazi bor, besh qozon. Bor. Ulgurmaydi, to'g'rimi? Bor. Biz o'zi qilib qo'yamiz akajon, ming bor uzr so'raymiz va mana bu yerda Asimov Nig'mat aka. Men noto'g'ri o'qimadim familiyasini. To'g'ri o'qidim. Z Hayat restoranining bosh oshpazi 23 yildan beri osh damlayman deb yozib qo'yibsiz. Joningizga tegib ketmadimi aka? Yo'q. Aka jonga teganda siz haqqoniy oshpaz bo'lmasiz deysiz. 150 yil bo'lsa 150 yil osh damlayman deydi, to'g'rimi? Bu osh hidiga, o'sha guruchchalik anaqa zirvelarni qilib qo'yishiga, unga kichkina nonni motlab yeb qo'yishiga nima deysiz? Bundan ortiq yana lazzat nima bor, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, Ismoilov Abdumajid aka, Abdumajid aka oshpaz 15 yildan beri osh damlar ekanlar. Boshqa ovqatdan qilib turasizmi? Qanaqa ovqatni maza qilib qilasiz oshdan keyin? Xamir ovqat bo'lmasa bo'ldi. Xamir ovqat bo'lmasa bo'ldi. Nega? Beshbarmoqchi. Misol uchun men uchun endi hammada har xil bo'ladi. Endi albatta endi osh qo'ymasa bo'lmaydi. Birinchi nomerga taomlarning ichida osh qo'ysam, oke undan keyin norinni qo'yaman. Shu beshbarmoq bilan norinni, to'g'rimi? Xamir ovqat. Endi ulardan ustun turadigan ovqat hali yemaganman, bilmayman. Dunyoning ovqatlarini yedik, lekin baribir o'zimiz qonimizga singib ketganmi bilmaymiz. Shu osh o'zimizdan beshbarmoq, norin bilmayman. Men maza qilib Xo'p, Ibodov Azamat aka 30 yillik oshpaz. Ibodov Azamat aka, okajon, xush kelibsiz. Siz ham men uzr bezovta qilib qo'ydik. Men Azamat akamga qarab 5 qozonni xo'jayini bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Lekin xo'jayini o'rtoqlari ekansiz. Tushundim. Rahmat sizga ham. Mana bu yerda Sa'dulla Qodirov Baxtiyor aka 17 yillik tajriba. Baxtiyor aka salom. O'tiravering, akajon, o'tiravering. Odamcha xijolat qilib qo'yapsizlar. Qobil! Choy olib keldimi? Choy keldi. Bormi choy? Choy chotganga o'xshamayapsizlar, akajonlarim. Oshga choy, oshga. Choy, Qobil eshitdingmi? Ular emas, sen choy quyib turganlarni o'zi. Okajon, qani, voy, mana nima deydi, kosa kul deydimi? Shunaqa kam. Bo'ldi, hozir hammasini uyushtiramiz. Biz endi uzr so'raymiz, bugun chempionat birinchi kuni, haligi nima qilish bilmasdan qolsizlarni chaqirib qo'yganmiz, hayajonlanib turibmiz va ko'chada hozir oshpazlarimiz ham oshni haligi zirvegagacha bo'ladigan holatda nima deydi, men bilmayman. O'sha holatda turibdi. Men hozir mana jurilarimizga beradigan bitta savolim bor. Aslida bu chempionatga juda ham taalluqli savol. Bizni oshpazlarimizga sizlardan beruxsat, sizlarning ijozatingiz bilan 3 soat vaqt berdik. Bu to'g'rimi, noto'g'ri? To'g'ri. Bu normalniy holat. Normal. Demak, 3 soatda ulgursa bo'ladi. Bo'ladi. Oshpazlarimiz hozir oshni boshlashgan. Hozir nasib qilsa, haligi jizzasini olib kirish payda turibmiz. Hozir nasib qilsa jizzasiga ham chaqirib qolishadi va yana bitta narsa savollarimiz ko'p. Mana hozir 4 ta oshpazimiz a yerda oshni qozonning ustida maza qilib, xudo xolasa haval 6 ni haydab ketaman degan niyatda oshni qilyotibdi. Yaxshi niyat, xudo xolasa. Mayli haval bo'lmasa, maval haydir. Maval bo'lmasa, paval haydir. Paval bo'lmasa, taval haydir. Bu nima haydir? Yer haydir, işte bo'lmasa. Mayli, eng kerakligi nafas chiqazib, ko'zimiz ko'rib gapirib turganimiz o'zi 50 ta havaldan qimmat turadi. Menimcha bizning jizzalarimizga tayyor bo'lgan bo'lsa kerak, ustozlarimizga va hakamlarimizga bugungi oshpazlarimizni jizzalarini ham tortiq qilamiz. Qani ketdik. Qadrdonlar, mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, bizning oshpazlarimizni qozonlari qaynab yotibdi ham. Xudo xolasa jizzalar tayyor bo'ldimi? Hakamlar jizza qani deb yotishdi. Mana bu do'stimizning jizzalari ham tayyor, xudo xolasa. Sizniki ham. Oho! Bir talay gap bo'lishi mumkin emas. Qani o'rtoqlar, 5 qozonga jizza yeyishga qani taklif qilamiz. Qani bering, yana bittasini olib keta olayman. Hoppa, va 4-inchisi qani? Ham bu yoqda ekan. Mana shu qo'limga. O'rtoqlar, mana qo'limda 4 ta tarelkada jizza turibdi. Qani ketdik hakamlarga olib kiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana ming bor. Okajonlar. Mana shu mashina olib kelishga majbur bo'ldim. Akajon to'pqon yo'q, shuning uchun yo'q. Mana yoqimli ishtaha. Kayfiyatli. Direttement appetita, buon appetita, buon appetita. Eng kerakligi 5 qozon. Maza qiladi osh qozon.
Mana qadrdonlar o'yinini ko'rib turibsizlar. Ko'cha ham issiq, qozonni oldi issiq, lekin chempionlarimiz erib ketishmagan. Hali ham mana shu gap yo'q. Zayniddin ukamiz mana hozir bu sabzilarni solib, qanaqa holat bu hozir Zayniddin? Shu zirvega tayyorlab qo'ydim. Zirvega hali zirve emas, Yo'q, shu zirvega. Ha, o'sha endi Qaynamoqda tayyorgarchilik endi boshlandi. Xudo xohlasa, olov balo emasmi? Yo'q, yaxshi. Zayniddin, savolim bitta, oddiyroq savol. Necha yoshingizda osh damlaga boshlagansiz? Biz bu sohaga kechroq kirib kelganmiz. 23 yoshlarda. Endi 2 yilmi, 3 yil bo'ldi-da. 2-3 yil bo'ldi. Demak, 2-3 yilga tajribaga ega ukamiz Zayniddin bemalol mas'uliyatni bo'yniga olib, bu yerda mana 15 yil, 20 yillik tani oshpazlarimizning orasida bemalol men ham gap bo'lishi mumkin, osh qilishga men ham keldim deb bemalol mana hozir qatnashib o'tiribdilar. Zayniddin bo'lganmi sizning hayotingizda misol uchun bo'ladi, ya'ni bizning o'zimizning tilda parod bo'lib qoladi-yu, o'sha bir tegini olib qoladimi, yo bir narsa olov bir narsa olib qoladimi, yo suv kam bo'lganmi hayotingizda? Endi ham hayotda har xil vaziyat bo'ladi va bobotash vaziyatdan kelib chiqib haligi bu aytmoqchi to'g'rilab o'rganmiz. haligi nakaunt bo'lmagan boksyor emas deydi-yu, xuddi shunga o'xshagan. Shunaqa o'rganganmiz-da. Shunaqa xato qilib o'rganadi, to'ppa-to'g'ri. Молодец. Bugun endi nasib qilsa, bu savolni berish menimcha o'zi g'alati bo'lsa kerak. Finalda qatnashish niyat bor, to'g'rimi? Inshaalloh, Alloh nasib qilsa. O'z mashinangiz bormi? Bor. Mashina bor. Demak, mashina kerak emas ekan sizga. Yo'q. Nasib qilgan, xudo Nasib qilgan. Endi bu gap mashinada emas, gap g'olib bo'lishda, to'g'rimi? Молодец. Zayniddin, sizga omad tilayman. Xo'p, mana ukamiz, ismingiz nima edi? Obidjon. Obidjon. O'zimizni ustozimizni adashlari ekan, oxiratlari obod bo'lsa, Obidjon Asomov derdik. Sobit aka, Obid aka degan ustozlarimiz bo'lgan. Bizani ikkalalari ham yo'q. Ustozlar ko'pchilik yo'qib ketdi. Siz qaysi ustozingiz? Siz taniqli ustozingiz bormi? Xalq taniydigan yoki shu mahallani o'zidan chiqqan ustozlar? Mahallani. Ismlari kim? Eslab qo'ying. Kim? Murod aka. Murod aka. Bizni ko'rmadikmi majlisda? Keldilar? Yo'q, Kelmadilar. Men majlisda bir inson bilan tanishib qoldim. Men uchun juda kamdan kam bo'ladigan holat edi bu. Muhammad Iso aka degan odam. Kim ustoz yo'qmidilar? Kimnidir ustozi edilar. Bugungi bellashuvlarda uzr kechirasizlar. Isib ketdik. Men qozon olib turishni o'zi bo'lmayapti. Qarang, mana oshpazlarimizni chempionlikdan dalolat berishi ham mashitda-da. Issiqda bemalol turishibdi. Chunki o'rganib ketgan. Necha yildan beri sizda qanaqa tajriba? Necha yil bo'ldi? 13 yildan beri. 13 yil. Men boya Zayniddin aytdim. Bu yerda katta tajribaga ega oshpazdan oldi. Shu 2-3 yillik tajribam bordilar, lekin men ham kelaman, men ham qatnashaman deb, haligi o'zimizda duh yig'ib kelganini qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammaga omad tilab qo'y. Obidjon aka, hozir sizniki ham shu zirve payti, to'g'rimi? Bundan keyin guruch solinadi, xudo xohlasa. Bizdan keyin guruch solamiz, xudo xohlasa. Va taxminan xudo xohlasa endi qanchada oshingiz tayyor bo'ladi? Guruch solganimizdan keyin 1 soat 20 minutda. 1 soat 20 minutda. Demak, 3 soat sizlarga bemalol yetadi. To'g'rimi? Xudo xohlasa. Obidjon aka, omad tilayman. Xayrlashmayapmiz, lekin omad tilab qo'yaveramiz. Polibom omad. Ba'zi bir shunaqa bellashuvlarda shunaqa hodisalar juda ko'p bo'lgan. Men endi qasam ichish shart emas, hech kimga yon bosmaganmiz, lekin ko'p ishtirokchilar "Ya, siz aning yon bosdingiz, ko'proq o'sha bilan gaplashib qoldingiz, ko'proq anaqa yaqinroq tutib qoldingiz" deyishadi. O'sha narsa fikr ichiladi, yo'qmi ish qilib? Eng kerak. Endi bu mardi maydon, to'g'rimi? O'z ismingiz nima edi? Avazxon. Avazxon aka, gap bo'lishi mumkin emas. Men ter oqishini ko'ryapsizlar o'rtoqlar. 4 ta qozonni oldida yozda turishi o'zi mumkin qiyin narsa. Oshpazlarimiz bemalol mana qarang, to'nga o'xshagan xalatlarni kiyib, mashina o'zida men isib ketyapman. Gap bo'l, mashina o'zi ham bir chempionliklarni bir kichkinagina bir xislat. Avazxon aka, siz tanlovdanida? Yo'q. Chustiy osh markazi. Chustiy osh markazida qanchadan beri osh qilasiz o'zingiz? 13 yildan. 13 yil bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xohlasa 50 yil, 60 yilda ham o'sha haligi bakovul sifatida bo'ling, o'shani shogirdlarning oldiga kelib, osh tuzini ko'rib ketadigan bo'ling. Xudo xohlasa. Eng ko'p damlagan oshingiz qancha bo'lgan? Necha kilolik bo'lgan? Eng ko'p bo'lgan unaqasi. 50 kilo, 100 kilo. Bitta o'zim damlaganim 250 kilo bo'lgan. Bitta o'zingiz. U osonmi? Qiyin. Yo'q, qiyin, bitta odamga qiyin-ku. Qiyin. U 3 ta 4 ta qozonni qiladi, bitta qozonda bo'lmasa kerak deb o'ylayman. To'g'ri. O'rtoqlar ko'ryapsizlar, mana bu ham bir chempionlikning bir xislatlari. 4 ta 5 ta qozonga bitta odamni o'zi qarash. Biz hozir tuxumni bitta skavorotkaga qarab bera olmayapmiz. O'shani ham dabdalasini chiqazamiz. Avazxon 4 ta qozonda oshlarni damlab, aytaylik 30 kilo, 40 kilo o'tsa, 200 kilo, 250 kilo osh damlaganman. Omad. Avazxon aka, молодец. Do'stim, assalomu alaykum. Yana bir bor ko'rishib qo'yaveramiz. Men oqib ketdim.
sizlarni oldinglarga kelguncha. Lekin ahamiyat qolsa mana operatorlarning krupni olinglar. Bir tomchi ter chiqmayapti. Bu nima? Mashq, tajriba va kasbga bo'lgan mehr deydi. Agar xohlamaganlarda terilib ketgan bo'lardi. Oqib ketgan bo'ladi. Ha, mana o'zlari bu sizni kasbingiz necha yildan beri? Ismingiz nima edi? Shahzod aka. 8 yil bo'ldimi demak oshqib yurganingizga? Sizga ham demak Zayniddin ukamiznikidan sal ko'proq ekan tajribangiz, lekin hali beri bunaqa chempionatda qatnashishga sal vaqtliroqmikin deb o'ylaymiz. Lekin noto'g'ri bu gap. Chunki harakat qilgan baraka topadi. Qattan bilamiz. Balki 1 yildan bir oshqib yurgan odam yutib ketishi mumkin. Vallahi obotash deydi-ku. To'g'rimi? Sizda bo'lganmi shunaqa voqea, misol uchun sizga rosa ishonishganda do'stlaringizmi yo qoni qarindoshlar mana o'g'lim osh qilib berishadi, bugun osh qilib maza qilib osh yeb o'sha kuni osh o'xshamasdan qoladi-yu, o'zi aksi bo'ladi-yu. Maqtalgan narsa bo'lmasdan qolaveradi, bilasizmi? Bo'lgan. O'shanda qanaqa nima qilgansiz o'shanda? Boshqa joydan osh chaqirib olmaganmiz? Yo'q, to'g'ri tushunishgan. Yaqinlarda, to'g'rimi? Men sizdan uzr so'rayman, bugungi hakamlar qonunlar sal jo'skroq bo'ladi, to'g'ri tushunishmaydi. O'shaning uchun siz meni to'g'ri tushuning. Xudo xolasa mehrni beravering, g'olib bo'lavering. Finalda agar nasib qilgan bo'lsa, sizlarni ham ko'rish nasib qiladi, ilohim, xudo xolasa. O'rtoqlar, men turolmayapman. Men bitta 4 ta qozonni oldida va men atmosfera ko'chamiz, respublikamiz, yurtimizda yoz chillasi keldi. O'rtoqlar, turish o'zi bo'lmayapti. Lekin men bitta narsaga qoyil qoldim. Bitta ham oshpazdan bir tomchi ter chiqmayapti. Bizlarnikini qarang, xom chayimizni mana shunaqa aytadi. Hormanglar. Salomat bo'ling. Keling. Endi bir xilligi assalomu alaykum nancha ko'p salom berding. Qonun qoidasi bo'yicha ikkita odam suhbatlashib ketib turganda, orada kichkinagina devorning orasidan o'tganda ham yana uchrashganda salom bering. To'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun men u devor yotib tursa, men nechta qozonni aylanib keldim. 5 qozon deysizmi, 6 qozon deysizmi? Choydan quying, qora choy. Qaysidan? Qora choy, ko'k choy. Okajon, yo'q, men qo'yaman. Mahmud, Qobil, men bilib, yo'q. 5 qozonni bolalarda endi o'zidan okalaydi, bemalol o'tirishibdi-da. Endi nima deysiz? Begonalik unaqa qilishmaydi, begona unaqa qilmaydi. To'kib ol, mana ichib ol. Savob bo'ladi. Ustozniki ichib ol. Hech nima qilmaydi. Kel, stakanga quyiraman, hech nima qilmaydi. Stakandan choy o'tiribdi. Choy o'tiribdi. Stakandan choy ichib. Qazanaga hormanglar. Biz sizlarning bezovta qilib qo'ydik. O'zi aslida biz emas, 5 qozon bezovta qilib. Joninglar sog' bo'lsin. 5 qozon o'zi tinch bo'lmas ekan. Shunaqa ekan. Qanaqadir ideyalar o'ylab topishar ekan. Bir narsalar bu muxlislarni, mijozlarni, umuman mehmonlarni nima bilandir jalb qilgisi kelar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Ichida olov bor ekan. Barakalla, rahmat, barakalla. Endi men o'zimdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Mana hozir hammani miyasidan o'tadi. Men ko'rib turgan tomoshabinlarni deysizmi, kuzatuvchilar, hammasi biladi, sizlarni begona emas sizlar. Aytaylik, boya aytdim, qaytarishdan men qo'rqmayman, uyalmayman. Toshkent emas, respublikamizning eng oliy oshpazlaridan vakillari o'tiribdi bu yerda. Mana misol uchun ustoz oshpazlar bor. Men hammani miyasidan o'tadi. Bitta narsa, mana misol uchun bitta terminologiya borki, nokaut bo'lmagan boksyor emas deydi. Misol knockdown bo'lish kerak, u baribir nokaut bo'lish kerak. Nimaligini bilish kerak-da, knockdown. Bilmasa qanaqa boksyor bo'lib ketadi? Bitta nokaut qilib qo'ygan to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab mana sizlar endi как chempion oshpazlar sizlar, Mike Tysonlar deylik. Aytaylik, sizlarda ham nokaut yo knockdown holati bo'lgan, aytaylik, o'zingiz ko'p ishonib borib 20-30 ta odam, aytaylik, 5-6 ta odam, bilmayman, nechta odam bo'lishidan qat'iy nazar, sizlarni oshinglarni poylab o'tiruvdi. Ras negadir shu o'xshamasdan qoladi-yu, bir nimadir bo'lib qolgan paytlar bo'lgan, kimda nima bo'lgan? Bo'lgan. Hasan aka qanaqa? Agar mumkin bo'lsa. Nokaut bo'lmagan oshpaz emas. Oshpaz emas, u bor narsa-da. Hozirgi sharoitda bu oshpazlarga juda sharoit katta-da. Imkoniyat zo'r hozir. Boyagi vodoproddanda. Bittasi misol uchun olsak, mana 5 qozon. To'g'rimi aka? Har bitta oshpazni ustida ishlaydigan ularning ustozi bor. Ularning ustozi bor. Bu ustozi har bitta qozonni aylanib chiqadi. Qarang endi, lekin hozirgi oshpazlar to'ppisi u yoqda tursin, butun tanasini osmonga otsa ham bo'ladi. Nimagaki shundoq kelishadi, qulog'ini shundoq buraydi, gaz yonyapti, suv oldida
okey hamma nimaki sharoit bo'lsa hammasini qilib qo'yilgan. Ishqibotchilikka osh qilib bersa bo'ldi, Bo'ldi. ishqibotchilikka. Bizani u yoshlikdan mehnat qilib birovlarni xonadoniga borib kaltaklan yeganlar o'zi okey. Qarang, men otamiz Xudo rahmat qilsin, bitta osh olib san palonchinikiga borasan dedilar, shunaqa boradi. Ada so'rab qolsa nima deyman? Sen hozir keladilar deb ishingni qilaversan dedi. Hozir keladilar deb kishi oshlarni damlab qo'yadi. Ya'ni u paytda yer o'choq ko'proq bo'lgan. Ya'ni otangiz ham oshpaz bo'lganlar-da. Otamiz ham oshpaz bo'lganlar. Yer o'choq ko'proq bo'ladi. Qarang, shu oshni damlab qo'yadi. Keyin hali oshlarni suzib tarqatib boshlagandan keyin otam keladilar-da. Shu eshikdan kirib o'tganlarida, "Ya sen kirmagin, Fazilla hoji, sen kirma bu yoqqa" dedi. Men o'zi oshpaz topib oldim bo'ldi. Kerakmi, sani o'g'lingni haydab yubordim dedilar. Okey, bu gapni gapirguvchi odamlarga va uy egasi. To'g'ri gapda, agar boshqa joyda hozirgi vaziyatda bo'lsa, u odamlar ko'tara olmaydi bu narsani. Chunki onamiz ham qolmas edi, otamiz ham qolmas edi. Suvdagi va men bu sani o'rnini yetganman, nima ekanman dedi. Mana shunaqa qilaveradi. Okey, keyin osh pishib, o'xshab, bu yoq chiqqandan keyin ya baraka top otangdan ham o'tkazib yubordim. Qo'lingdan. Ya, yuzi yorug' bo'ladi, endi tumonat bo'ladi. Mana shunaqa o'rtoqlar. Yaqin kunlarda ham misol uchun shunaqa narsalar bo'ladi, aka. Bo'ladi. Iloji yo'q. Obotash bunga chunki buni men degani yo'q, aka. Men degani yo'q bu hunarda. To'ppa-to'g'ri. Men degani yo'q. Hozirgi oshpazlarga to'g'ri gap havas qilish kerak. Izlanish zo'r. Reklama undan ham zo'r. Zo'r. To'ppa-to'g'ri. To'g'risida, bu biza bitta oshpaz, misol uchun oshpazni nomini olguncha xalqni elni og'zidan og'zi o'tguncha aka, gapiring. Vaqtlar yillar o'tib ketadi. Va shu palonchi oshpaz deyishiga yillar o'tib ketadi. O'tib ketadi. Endi bo'lar ekan shunaqa narsa, akalar, olib turinglar, oshlanmaz anaqa. Gilos yengili, bu yil yengiligiga, mayli olib deysizlar endi. Mahmud, Qobiljon, oshpazlarimiz nima qilishyapti? Men bitta qarab kelay. Hormanglar, assalomu alaykum, yana bir bor. Mana o'zingizlar ko'rib turganingiz oshpazlar, bo'lajak chempionlar oshni tayyor qilishibdi. 4 talasi ham tayyor, to'g'rimi? Men hozir 4 tala oshpazga bitta beradigan savolim bor. O'yinimiz haqqoniy bo'lishi uchun, shaffof bo'lishi uchun o'sha savolni berib o'tishim kerak. Men bitta savol. Sizda qanaqa kamchilik bo'ldi? Kamchilik yo'q, yaxshi hammasi. To есть bizlar tomonidan olingan mahsulotlar hech qanaqa bir kamchilik bo'lmadimi? Bo'ladi-yu, masalan, sabzi bunaqaroq ekan. Yo'q, hammasi a'lo darajada. Hech qanaqa bizga hech qanaqa pretenziya yo'q, to'g'rimi? Demak, zo'r. Gap yo'q, rahmat. Endi bu yerda bularni ham tushungan, bilgan odamlar bozorlik qilishga yordam berishgan. Bilmaydigan odam bozor qilmagan, biladigan odam qilib kelgan. Shuning uchun Xudo xolasa bahonaga o'rin yo'q. Nasib qilsa bizdan shikoyatlar yo'q, to'g'rimi bizga? Barakalla. Eng kerakli omadingizni bersin. Men bu savolimni ikkinchi oshpazimga ham beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormang. Va appetitliligini qarang, bilasizmi? Qornim ochligini bilasiz-a? Gap yo'q, go'shtlarni qarang. Nima demoqchi bo'lganim ham esimdan chiqib qoldi. Chunki 5 qozonda syomka bo'lishi qiyin ekan, o'rtoqlar. Juda qiyin masala ekan. Men ming syomkalarda bo'lamiz, qanaqadir osonroq, lekin mana bunaqa syomkada yurish juda qiyin ekan. Keyin men o'ylashim bo'yicha diyetani ham 2 dunyoda usha olmasa kerak hech kim. Do'stim, men boyagi sizga sherigingizga berdim savolni. Bizlar tomonga hech qanaqa shikoyatlar yo'qmi? Masalliq olinishida, misol men murucham bunaqa ekan, zirasi ham bunaqa ekan degan narsa bo'lmadimi? Yo'q. Hammasi yaxshi. Hammasi haqqoniy, shikoyatga o'rin yo'q. Omad tilayman. Sizga ham oshingiz tayyor bo'ldi? Tayyor. Biz qo'rqqan edik, bir oshlar aytaylik yarim soat oldin pishib qolishi mumkin, kimnikidir 40 minut keyinroq pishishi mumkin. Endi yarim soat oldin pishib qolgan ovqat damlanib turaversa, u o'zini sifatini xohlaysizmi, xohlamaysizmi yo'qotadi. O'shaning uchun hozir bugungi kunda bularga bu narsa juda ham xalaqit qilishi mumkin. Zo'r osh ham sal o'zini anaqasini yo'qotib qo'yishi mumkin. Eng yaxshi tomoni, men xursand bo'layotganim, 4 tala oshpaz bir xil vaqtda oshini tayyor qildi. Do'stim, shu savolimni sizga ham beramiz. Bizda tomonda hech qanaqa shikoyat bo'lmadimi? Yo'q. Misol masalliq olishlarida hamma narsasi yaxshimi? Hammasi zo'r. Endi masalliqlar berildi. Berilgan-a? Unaqa bir oliy darajada narsa olinmagan bo'lsa ham, g'ayritabiiy narsani o'zi yo'q. Bu yerda endi oshga kerakli narsa hamma narsa olingan, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bo'ldi, eng kerakligi sog' bo'ling, yuzingiz yorug' bo'lsin. Malades, sog' bo'ling. Har doim osh yeb yuring. Mana bu yerda ham faqatgina go'shtga ko'zimiz tushyapti, bu yerda ham oshni ukamiz bir
guruchlarni bitta terib chiqyaptilar. Bitta mana qarang, mana o'zingiz mana ko'rsating operatorlar. Mana guruch har bitta guruch mana. Gap yo'q. Hech qil mana. Mabodo aytganim ketdi kimgadir o'sha go'sht. Gap yo'q. Sizga ham shu savolimni beraman Zayniddin. Haligi hech qanaqa biz tomondan shikoyatlar yo'qmi? Mana 5 qozon qilgan bozorlikdan rozisiz, to'g'rimi? Yo'q, mendan beri rozimiz. Baland. Hech qanaqa bahona yo'q demoqchiman, to'g'rimi? Zo'r hammasi. Yaxshi. Mana shu mayizlari ham, no'xatlari ham oshga maza beradi. Men ko'p kuzatganman, bir xil mayiz bilan no'xatini chiqazib tashlaydi. Yegisi kelmaydi, to'g'rimi? Men aytaman, nimaga o'sha bilan mazali bo'lmaydimi deyman-da, to'g'rimi? O'ziga yarasha. Lekin ani qora muruch chaynagangiz achchiq chiqib qoladi. O'shani menimcha olib tashlash kerakmi, turish kerakmi? Yo, oshqozonga tushganda u baribir anaqa, misol uchun ertaga qiynaladi, to'g'rimi? Ichariga tushgan bo'lsa, Yo'q, qiynalmaydi. Kimgadir achchiqlik qiladi, kimgadir yaxshi o'ziga yarasha mazasi bor uni ham. Zo'r bo'ldi. To'g'ri. Bekor o'sha eskilar solishmaganlar. To'p, bu bilingan narsa, bu kerakli narsa. Hammasi vitamin. O'rtoqlar, unaqada hozir Xudo xolasa men laganlarni chaqiramiz. Laganlarga esa oshni suzib, hakamlarga, jyurilarga baho berishga olib kiramiz. Va albatta faqatgina jyurilar yemaydi. Men hozir bitta narsani ko'rsataman. Mana masalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta, 7 ta kamera bo'lsa, 7 ta kameraning orqasida 7 ta operator. 7 ta operator, 2 tadan assistenti bo'lsa, u 20 ta, 40 tacha odam bosh yeydi hozir. O'ylamanglar, bu yerda 2 ta, 3 ta odam bilan ish bitmaydi, chunki bu katta proyekt. 5 qozon. Maza qiladi oshqozon. Laganlarni olib kel. Gap yo'q o'rtoqlar. Xudo xohlasa qani bismillahir rohmanir rohim. Buni men bitta narsasiga hozir hayron qolayotganim, xuddi nazarimda bitta qozondan suzilganga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani mana mashinani boshlayverasizlar. Yo'q, yoqqa ber. Buni okalarga ber. Mana bu yoqqa uzating. Bu yoqqa uzating. Tortib. Yo'q. Mana shu qo'y. Kattadan boshlaydi, ustozlar. Xo'p, demak oshchi sovib qolmasidan, vaqt o'tmasidan yoqimli ishtaqa akalar. Yoqimli ishtaqa. Baho beramiz. Qani olinglar. Qani bismillahir-rohmanir-rohim.
Ko'ryapsizlar? Haqiqatan hakamlik oson bo'lmayapti. O'tirib kalkulyatorda sanab chiqishyapti. Kalkulyator nima deydi bilasiz? Bu oddiy narsa emas. Mana mashhur bo'lsa, mana shuncha bo'lsa deyishaman bu. Bu har bir narsasini hisob-kitobini qilib, kalkulyatorda hisoblab, undan keyin baho qo'yishadi. Qancha bo'ladi? 5 qozonda osh chempionat. Oshpazlarimizga qo'yilgan ballarni hozir rahbariyat o'ziga statistikasini ko'rishadi va qani kim g'olib bo'lganini aniqlashadi. Mana hurmatli azizlar, mana ko'rib turganinglar deb o'zingiz guvoh bo'ldinglar. Bugungi bosqich ham nihoyasiga yetdi. Birinchi aniqlashdi g'oliblarni va mana hozir bu bunaqasiga hamma jyurilarimiz yozgan qog'ozlarni olib ketdik va bizning rahbariyat bilan birga o'tirib mana shu yerda har bittasiga raqamlarni qo'yganimizda, sanab chiqqanimizda bizning sanog'imizda agar yanishmayotgan bo'lsak 3-chi va 4-chi raqam oshpazlari ko'proq ball yig'ishdi. Ya'ni 3-chi raqam oshpazi Chusti oshpaz edi. Chustidan kelgan oshpaz, ular 44 ball yig'dilar va 4-chi raqam oshpazi Maqsud osh maskani edi. Mana bu 4-chisida esa 42. Atiga 2 dona ball bir-biri bilan o'ynagan va birinchi, ikkinchi raqamdagi oshpazlarimiz Tarnov va Osh-Posh oshpazlari esa ming afsus bugungi nimada sal mag'lubiyat bo'lib qolishdi. Keyingi yana nasib qilsa musobaqalarda g'olib bo'lish niyatida bo'lib qolamiz va sizlardan so'ramoqchiman. Akalar, mana ustozlar qanaqa qaraysizlar mana shu bizani chiqazgan nima? O'zi sizlar nimadan kelib chiqib, mana sizlar ball qo'ydinglar va sizlarning qog'ozlaringizni bizga yig'ib chiqib ketib, yo'da kalkulyatorda, miyada emas, kalkulyatorda sanab mana shu raqamlarni chiqazdik. Va bizning raqamimiz bo'yicha 3-chi va 4-chi raqam, ya'ni Chusti va Maqsud osh maskani bugungi musobaqada g'olib bo'lishdi. Qanaqa qaraysizlar shunga? Yaxshi, chiroyli bo'lsa, endi faqat biza nimaga 3-chi, 4-chi degan anaqaga kerak edi shu. Javobini berib ketish Yaxshi bo'lardi, mana hozir olishsa. Chunki birinchi qozondagi oshimiz sho'rroq, ikkinchi qozondagi oshimizdan sho'rroq, birinchi tirik. Shuni hisobiga, zo'r bo'ldi Hasan aka. Mana mashina hozir meni xayolimda yo'q edi. Usta baribir usta deb, professional odam. Mana mashina haqiqatan ham kichkinagina jumboni yechib ketdingiz. Yechimi etib ketgani ham yaxshi. Endi bu yerda Tarnov va Osh-Posh maskanidagi oshpazlarimizdan bizlar endi qanaqa xafa bo'lmasliklarini va ularga dalda bo'lib, bu yerda bugun o'zi 4 ta laganda oldi oshda kirib keldi. Xohlaymizmi? Shahrimizdagi oldi oshda kirib keldi. Lekin shu oshlardan qaysi biri oldini oldi degan chempionni tanlashimizda. Chunki bizning oliy mukofotimiz bor, u finalda beriladi. Halal M6. O'shaning uchun haqqoniy bo'lish kerak. Demak, hozir bugungi bizning bellashuvda 3-chi raqam Chusti osh markazi va 4-chi raqam Maqsud osh maskani oshpazlari g'olib bo'lishdi. Marhamat qilib g'olib oshpazlarni hozir chaqiramiz. G'olib oshpazlarni kelinglar. Yana bir bor assalomu alaykum tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Bu 3-chi va 4-chi raqam oshpazlar, to'g'rimi? Sizlarni biz tabriklaymiz. Xudo xohlasa 2-chi yarim finalga bular mana bular yo'l olishdi. Xudo xohlasa, nasib qilsa, unda ham sizlarga omad tilaymiz. Endi u paytda lekin ehtiyot bo'linglar, sal raqiblar yana ham kuchliroq bo'lib ketaveradi. O'zingizlar bilasizlar bu narsani, to'g'rimi? Xudo xohlasa, cheslosini yana aniqlashtiramiz. Sizlarga albatta bizning rahbariyat, bizning odamlarimiz, assistentlar xabarini berishadi. Qaysi kuni kelishinglarni xabarini berishadi. Kattakon rahmat. Osh qilib bergan qo'yinglar dard ko'rmasin. Eng kerakligi rozi bo'linglar. Sizlar endi bugunchalik quruq ketasizlar. Xafa bo'lmaysizlar.
va bizda hozir mana bu yerda yana ikkita oshpazimiz bor. Tarnov boshida va mana bu yerda osh markazidan assalomu alaykum yana bir bor. Biz uzr so'raymiz sizlardan. Assalomu alaykum. Mana bugun mana shu yigitlarimiz mana o'zi boya soat 12:30 birdan bir men shu yigitlarni ko'rdim. Shu yerda bular endi bir hayajonda, baribir harakatda, tayyorgarchilikda bo'lishdi. O'zimiz guvoh bo'ldik. Lekin ming afsus, endi bu o'yin ekan, bu qanaqadir musobaqa ekan. O'shaning uchun sizlardan men o'zim uzr so'ragan holda, endi o'zi aslida uzr so'ralmaydi, o'yin bu. Endi baribir qanaqadir menda shunaqa bir bunaqa bor. G'alati bo'lib qovuraman. Lekin Beshqozon g'oliblikni qo'lga kirita olmagan yigitlarimiz ham bekor ketishmasin deyishdi-da. Mana shu yerda mana hozir bir katta sertifikat mana qaranglar, mana ustozlardan mana ko'rsatib o'tamiz. Mana Xudo xohlasa eng beriladigan savol bu diplom qayerga o'tarkan? Vaqt ko'rsatadi. Xudo xohlasa birinchisini topshiramiz. Bu sizlarga mana bu sertifikat va diplomlar va albatta bizning homiylarimiz tomonidan Beshqozon filiali agar g'oliblikni qo'lga kirita olmagan oshpazlarimiz ham quruq ketishmasin deb mana bunaqa diplomchalar deysizmi, sertifikat deymizmi, homiylarimiz tomonidan albatta kichkinagina bo'lsa ham katta o'rnida ko'rasizlar va mana shu narsani bugun uyga quruq ketmaysizlar degan umiddamiz. Xudo xohlasa hozir nasib qilsa bu Beshqozon filiallariga minnatdorchilik, rahbariyatiga minnatdorchilik bildiramiz. Prosta endi shunchalik keldi, shunchalik vaqt ajratdi. Prosta bunaqa diplom berib ovqat yeb ket deyishga noqulay bo'ladi. Esdalik uchun bo'lsa ham televizor beramiz deyishdi. Sog' bo'linglar. Bu ko'rsatuvda, bu chempionatda balkim g'oliblikni qo'lga kirita olmagan bo'lsanglar ham, inshaalloh alhamdulillah nafasinglarning oxirigacha hayotda g'olib bo'lib yuringlar. Oilada g'olib bo'lib yuringlar. Do'st, dushmanning oldida g'olib bo'lib yuringlar. Mahalla ko'y oldida g'olib bo'lib yuringlar. Undan ham nozik tarafi yaratganning oldiga borganda g'olib bo'lib boringlar. Sog' bo'linglar. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashamiz Xudo xolasa. Endi mana azizlar, qadrdonlar, mana hozir o'zingizlar ko'rdinglar, mana hakamlar hammaligi rozi rizochilik bilan kim bu chempionatda bugungi bosqichda g'olib bo'ldi va g'olibning qo'lga kirita oldi, hammasini o'zlari mana bu yerda rahbariyat va mana hakamlar orqali aniqladik va albatta men o'zim ham hozir boshim aylanib ketdi. Sababi hakamlarga juda ham qiyin vazifa berildi. Sababi men hozir bilmayman, balki ovqatning farqini bilmaymanmi. 4 ta lagandan osh yedim, bitta osh yegandek bo'ldim. Men misol uchun baho qo'ya olmadim. Chunki bitta osh yegandek bo'ldim. Hakamlarning mana shu yerda professionalligi mana shu yerda asqotadi. Do'stlar, azizlar, qadrdonlar, kuzatuvchilar, albatta osh chempionatini kuzatish esdan chiqmasin. Beshqozon filiali albatta sizlar uchun qiziq voqealarni to'plab sizlarga hadya qilamiz. Sog' bo'linglar, kuzatib